Bugun biz iPhone 14 Pro ning akkumulyatorini alishtiramiz va nastroykada yo'mkisini ham 100% qilib beramiz. Pastki boltlarini yechib, biz akkumulyatorni yechishimiz uchun bizga 8 dona boltni bo'shatib va zashitkasini ko'tarishimiz kerak. Himoya temirni yechib bo'lganimizdan keyin ozgina spid qo'yib akkumulyatorga va uni ehtiyotlik bilan ko'taramiz. Va nastroykada ошибка bo'lmasligi uchun eski kontrollerini yangi akkumulyatoriga payka qilamiz. Payka qilishda ehtiyotkorlik bilan qilamiz, agar ko'p qizdirib olsa ishlamay qolishi mumkin. Va yangi plonkani qo'yib, akkumulyatorga ham yangi proklika qo'yib yig'ishni boshlaymiz. Telefonda qolib ketgan eski proklikani qoldiqlarini tozalashimiz kerak albatta. Telefon qo'ldan tushganda akkumulyator chiqib ketmasligi uchun. Tozalab bo'lganimizdan so'ng akkumulyatorni o'rniga chiroyli qilib qo'yib va yana 8 ta boltini o'rniga qatirib yig'ishni boshlaymiz. Biz qo'ygan hamma akkumulyatorlarga 6 oy garantiya bor. Xudo xolasa klientimiz xursand bo'lib telefonda maza qilib ishlatib yuraveradilar.